Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda ilmni fazli haqida aytganlar. Bu mashhur hadis, sahih hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kim bir ilm talabi yo'lida yursa, Alloh taoloning yo'lida shu ilm talab qilib yursa, Alloh taolo unga jannatga yo'lni osonlashtiradi degan hadis. Va o'sha hadisning davomida kelganki, va innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil bahr. Olimga hamma narsa istig'for aytadi. Hattoki dengizdagi baliqlar ham olimga istig'for aytadi deganlar. Boshqa bir rivoyatda esa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Albatta malaikalar talab ilmni qiladigan ishlariga rozi bo'lib, qanotlarini uning oyog'i ostiga qo'yadi deganlar. Mana bu hadislarda kelgan ma'noga qarasak hozir malaikalar va har qanday mahluqotlar va hattoki dengizdagi baliqlargacha olimga istig'for aytadi deyilyapti. Yoki ilm talabidagi insonga istig'for aytadi deyilyapti. Endi shundan chiqadimiki har qanday nabotot va hayvonotlar, jamodatlar, hattoki tog' va toshlar, hattoki o'tirgan uyimiz, hattoki mana bu yurgan yo'limiz, har qanday jonli va jonsiz narsalar hammasi istig'for aytadi desak bo'ladimi? Chunki Rasululloh hadisda aytdilarki, innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay dedilar. Hamma narsa olimga istig'for aytadi. Hattoki dengizdagi baliqlar deyaptilar. Shuni umumiyligini olib, tog' va toshlar ham, hattoki daraxtlar ham istig'for aytadi desak bo'ladimi? Bu darajada umum iroda qilingan deb bo'lmaydi. Ya'ni hamma narsa unga istig'for aytadi deganda jonsiz nabotot va toshlar ham istig'for aytadi unga deb bo'lmaydi. Nima uchun desa, chunki hadisda hatto dengizdagi baliqlar ham deyapti. Ya'ni hatto dengiz ham degani yo'q. Bu dengizdagi baliqlar deyapti. Bunda ishora bo'lyaptiki, hamma narsa unga istig'for aytadi degandan maqsad hamma tirik jon unga istig'for aytadi. Hamma tirik jon unga istig'for aytadi. Va toshlar va daraxtlar unaqa narsalar emas. Tirik jonzotlar, osmondagi farishtalar, yerdagi insonlar yoki bo'lmasam hayvonlarmi, yoki qurt-qumusqalarmi, yoki dengizdagi baliqlarmi, hamma tirik jon. Mana bunga dalil Rasululloh sallam hadis boshqa yo'llarda aytganlar, la yastaghfiru lil alimi man fis samawati va man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri. Olimga osmonlarda yu yerdagi kishilar, hattoki dengizdagi baliqlar hammasi unga istig'for aytadi deganlar. Ya'ni man ismi bilan keltirganlar. Man degani arab tilida bir tirik jonga ishlatiladi. Tirik jonlik, oqillik bir narsaga, bir qisman bir aqli bo'lgan narsalarga ishlatiladi. Mana bu dalolat qilyaptiki, bu darajada umumlashtirib yuborishlik to'g'ri emas. Hattoki toshlar ham olimga istig'for aytadi. Hattoki havo ham, masalan, osmonni o'zi ham, yerni o'zi ham istig'for aytadi degan darajada umumlashtirib yuborish to'g'ri emas. Chunki Rasululloh hadisda osmonlardagi kishilar va yerdagi kishilar va hattoki dengizdagi baliqlar deyaptilar. Dengizni o'zi ham istig'for aytadi, osmonni o'zi ham istig'for aytadi, yerni o'zi ham istig'for aytadi deganlari yo'q. Bularning ichidagi tirik jonlar, ya'ni istig'for aytadi desak, mana shu hadisdagi ma'noga to'g'riroq bo'ladi. Vallohu alam.